O'zi Guardiola bilmadim, boshidan bir Abduqodirga nisbatan shunaqa yondashuv qiladiki, jamoaga kelishi bilan asosiy tarkibga tushirdi. Jarohatlardan qaytishi bilan asosiy tarkibga tushiradi. Hali sekin integratsiya qilmaydi-da, bitta tushiradi, zo'r o'ynasa bo'ldi, yog'iga davom etadi. Xato qilib qo'ysa keyin umuman olib tashlaydi. Radikal choralar ko'radi-da. Bu yaxshi tomoni ham bor. Risk qilib, yosh deb o'tirmayapti, tajriba uncha katta emas deb o'tirmadi. Shu City'ni to'laqonli a'zosi sifatida jamoaga olib kirdida, maydonga hali suzishni endi o'rgangan bolani basseynga tashlab yubordi o'zing suzib. Bu yaxshi. Lekin yomon tomoni, ana o'sha sharoitda basseynga tushgan bola sal qiynalgan payt, keyin uni umuman olib tashlayapti-da. Davron aytayapti, Muzo juda tez tushiradi, APLda tushirmadi-da. Sonsiga qarshi tushirdi-da. Ya'ni sal o'sha maydon taftini yana eslatib qo'yish uchun qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi aslida 100% tayyor emas. Taktik jihatdan ham bo'lishi mumkin. Manchester City hali o'zi uslub tomonlama ham chayqalayotganligi uchun ba'zan Husanovni tushirishi, ba'zan qaydnomaga kiritilmasligini men tabiiy hol deb hisoblayman. Biz faqat Husanovga qarayapmiz-da. Boshqa futbolchilarda ham shu narsalar bo'lyapti. Bo'p o'ynamadi, masalan, Oskar Bo'p.